Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun yurak urishini aniqlovchi, barmoqdan aniqlovchi puls sensor yaratdik. Yaratmadagi tayyor loyihadan foydalanib ishlash prinsipini o'rganib chiqdik. Bizda hozir LCD 16:2 displeyi, keyin tayyor modulda tayyorlangan puls sensori, keyin Arduino moduli kerak bo'ladi va bunda dastur уже tayyor yozilgan. Hozir buni ulanish jarayonlari bilan ko'rsatib beramiz. Data har doim A0 ga ulanadi. Ground bor bizda. Ground qo'yamiz. Bu VCC, bu tok 5 volt tok beramiz. Bizga A4 A5 displeylarni o'rnatish kerak bo'ladi. Oq bizda tok, buni ham 5 volt qo'yamiz. Qora esa ground. Mana dastur ishladi, loyiha ishladi, dastur yozildi, ekranga dastur berilmoqda. Hozir qo'limizni tiqib soniyasiga qancha ishlayotganini, qancha yurak urayotganini ko'rsatib beradi. Mana 56 daqiqasiga 56 marta urish amalga oshiriladi. Sensorda. Mana sensor, ikki tomonlama sensor. Like va podpiska bosing, bizni kuzatishda davom eting.